O'rtoqlar, sizlarga bugun eng zo'r obyektimizni havola qilmoqchimiz. Yangi Hayot tumani, Toshkent mahallasida yo'lli yuzidan, ya'ni katta trassa betonkani yuzidan 300 metr masofada joylashgan ushbu 8 sotuvli maydonga ega obyektimizni obzorini qilib bermoqchimiz. Obzor qisqacha bo'ladi. Ko'rib turganingizdek, gramatli fasadga ega, ya'ni 44,7 metr fasad, uzunasiga bo'lsa 17,9 metr qadrdonlar. Narxiga to'xtaladigan bo'lsa, bor yo'g'i 34 ming AQSh dollari belgilandi sotiga, ya'ni kelishiladigan joyi bor. Ushbu Toshkent mahallasida, ya'ni hozirgi kunda elitniy mahalla hisoblanadi. 40 ming dollardan kam bo'lmagan yerlarimiz sotilayotgan bir paytda bizani 45,7 metr fasadga ega obyektimizni 34 ming dollar narx belgilandi. Yo'l yuziga yaqin, infrastruktura hammasi mavjud. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'ling.